Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 3 tonnalik meva quritadigan sushilka apparatimiz bitdi. Bu apparatimiz to'liq 100% nержавейкаdan ishlab chiqarilgan. Ishlarini ko'rishingiz mumkin. Hamma narsalar chiroyli qilib turецкий ventilyatorlar qo'yilgan. Обороты 3000 оборот. Buni оборотini pasaytirib balandlasa bo'ladi. Mevani turiga qarab issiqligini, shabadasini me'yorlashtirsa bo'ladi. Bu tepadagi namlik chiqib ketadigan ventilyatorlarimiz patolog 2 ga bo'lingan. Tepada havo, sirkulyatsiya havo yo'li. Bu apparatimizga 20 ta teleshka ketadi. Har bitta teleshkada 32 tadan yacheyka bo'ladi. Mana teleshkalari. Umumiy hisobda anaqa yacheykasidan 640 dona sig'adi. Har bitta yacheykaga 4-5 kilodan meva ketadi. Mahsulot turiga qarab 2 tonnadan 3 tonnagacha mahsulot sig'dirsa bo'ladi. Bu apparatimiz to'liq ko'mirga moslashtirilgan. Ekonomik variant qilib bu aqlli miyasi qo'lni shu yerdan upravleniya qilinadi. Apparatimizning ko'mir yoqish jarayoni, ishga tushirish jarayonidamiz. Sistemani ishlatib turish uchun 220 kuchlanishli tok kerak bo'ladi. Faqat 220 ga ishlaydigan holat qilib ishlangan. Xudo xolasa. Aqlli katolimizni yoqish jarayonidamiz. O'zini maxsus boshqaruv paneli bor, o'zini miyasi bor. Topib o'tirman. Ishlashdimi? Bizni ishlab chiqarish seximiz. Hamma оборудованиялар bor. Lazer apparat, gip, listagip, barcha kerakli anjomlar. Apparatimizni beshigi germetichni yopiladi. O'zini maxsus eshikni qisquvchi qisqichlari bor. To'liq germetichni bo'lib yopiladi. Xo'p, akalar, sushilka apparatimizni korpusiga keladigan bo'lsak, korpusi aytib o'tganimdek nержавейкаdan tayyorlangan, ya'ni nержавейкаning qalinligi 1 mmlik. Bu degani eng qalinlaridan ishlatilgan. Bu 2 sloy, 2 qavat. Buni orqa tarafida ham yana bir qavat bor. O'rtasi 5 sm bazalt mahsulotidan utublit qilingan. Ya'ni utublonli qilingan. Tashqarisi muzdek, ichkarisi poliz ushlasangiz issiq kuydiradigan darajada bo'lib ketadi. Ya'ni mana hozir ichkarida 43 gradus issiqlik bor ekan. Hop, akalar. Sushilka apparatimizning boshqaruv paneli hisoblanadi, ya'ni shiti, miyasi. Bu ko'rib turgan kontroller, bu o'zi ham alohida bu bitta joyda qilayotgan miya hisoblanadi. Bu nima uchun javob beradi? Bu umumiy katyolda mana miyasi hisoblanadi. Katyolda issiqlikni nazorat qilib turuvchi, ko'mirni bir xilda bir me'yorda olib kirib, rasvot uchun o'chirib yoqish uchun javob beruvchi panel hisoblanadi. Xo'p, bunimiz yo'naltiruvchi, havoni yo'naltiruvchi ventilyatorlarimiz bor 12 ta. Shuni оборотini upravleniya qilish uchun, nazorat qilish uchun, baland yoki past qilish uchun invertor regulyator bu. Bu shu motorlarda, shu ventilyatorlarda pitaniyasi, knopkasi, pusk или stop. Bu invertor regulyator. Buni biz bu ham shunaqa narsa, faqat bu namlik uchun javob beruvchi ventilyatorlarimiz invertor regulyatori va pusk start stopi. Bu kontroller ichkaridagi havoni issiqligini va bunisi issiqlik, bunisi namlik. Ichkaridagi havoni issiqligi va namligini nazorat qiluvchi kontroller. Bu timer. O'shaga mahsulotni qancha soatda qurishligini bilib turish uchun. Bunisi voltmetr va ampermetr. Ushlanish necha, qancha rasxod bo'lyapti va qancha amper o'tyapti, hammasini hisoblab ko'rsatib turadi. Juda ham aqlli qilib ishlangan. Xo'p, akalar, bu teleshkalarimizdan tanishtiradigan bo'lsak, bu yacheykalari plastikdan eng oliy sifatli oziq-ovqat uchun mo'ljallangan plastikdan ishlab chiqariladi. Toshkent zavod. Juda ham pishiq, mustahkam va har bir mevani bir xilda qurishlik uchun o'zining maxsus teshiklari bor, havo aylanib chiqib ketish uchun. Buni teleshkamiz nержавейкаdan tayyorlangan, yacheykalari oliy sifatli pishovoy plastik.